Avvalgi qismda Crazy Jitel meni oldimga kelgandi, lekin u g'oyib bo'lib qoldi va bugungi videoda uni topishga harakat qilaman. Xo'sh, buni yapamiz. Jensbek, ha Jitel, mer senga qo'ng'iroq qilmadimi? Mermi? Yo'q, menga qo'ng'iroq qilmadi. Nima qildi o'zi? Menga qo'ng'iroq qilmadi. Ha, tushunarli. Men shu yerda o'tiribman. Tushunarli. Nima bo'ldi o'zi? Ha, endi aytyapmiz-da. Nima bo'ldi Jitel? Hech nima. Chinursun sezib qolishyapti shekilli. Hammaga salomlar. Mening ismim Jensbek va Crazy Jitel bizni merni o'g'irlab ketganiga naqd 3 kun bo'ldi. Shuncha kundan beri mer qishloqda yo'q edi. Undan tashqari, yana men shunchaki shaharga ketgan deb yurganimdan, yana deyarli bir haftacha o'tdi. Общий 10 kundan ko'p. Men esa bu yerda o'tiribman. Buni qaranglar. Uni Crazy Jitel olib ketgan va merni xotinini ham men uni topishim kerak edi. Lekin topa olmayapman. Chunki Crazy Jitel men o'ylagandan ko'ra aqlli chiqdi. Umuman Crazy emas. Uni Crazy deb bilmadim nima uchun aytishadi. Mana bunday qarab turgandi. Men uni orqasidan quvib bordim, ya'ni derazamga qarab turgandi. Kim avvalgi qismini ko'rgan bo'lsa biladi. Mana bu tarafga yugurib ketdi-da, shunday burilib mana bu yerga kirdi. Shu bilan men orqasidan shunday kelsam, u yo'q edi. Hammasi shunday bo'ldi, do'stlar. Xuddi shu joyda u g'oyib bo'ldi. Qayoqqa g'oyib bo'lganini bilmayman, lekin stop, do'stlar, axir Crazy Jitel yer kovlashni yoqtiradi. Yer tagini. Tak. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nahotki shuncha vaqtdan beri burnimning tagida turgandi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Buni qaranglar, o't yam-yashil bu degani Jitel Crazy bu yerda ancha vaqtdan beri bo'lgan va albatta shu yerga yashiringan, yana qayoqqa yashiringan bo'lishi mumkin edi. Tak, bu yerda bunker eshigi, orqasida. Tak, bu merni do'stlar, buni qaranglar. Merni xotini ustidagi pushti kiyim Chinursun buni ochilmayapti-ku. Tak, nima uchun ochilmayapti? Stop. Bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Nahotki bu yerda privat qo'yilgan. Ha, do'stlar, kim seriallarda o'ynagan bo'lsa biladi. Privat turibdi bu yerda, shuning uchun ham sinmayapti. Ha, mana gap qayerda? Buni qaranglar, hozir bu yerlardan bossam buzilmaydi. Ya'ni buzilish animatsiyasi bo'ladi, ammo buzilmaydi. Lekin ko'rib turganingizdek, yon tarafdagini buza olyapman. Mana yana bir bor ko'rsatib o'taman. Bu yomon. Bu degani, Jinursun, atrofini buza olamiz, lekin mana shu hozir merni xotini o'tirgan joy kvadrat, privat ostida va u yerga kira olmaymiz. Jinursun qanaqasiga bo'lishi mumkin emas, ahmoq Jensbek. Nima uchun ham Crazy Jitelga bunchalik past baho berdim? Uni birinchi kuniyoq otib tashlash kerak edi. Ko'rganimda tutaman deb harakat qilmasdan buni ochib ham bo'lmaydi. Jinursun, mayli, hozir boramizda biror nima o'ylab topamiz. Men bir Jitelni bilaman, aniqrog'i. Yo'q, Jitellar menga yordam berishmasliklari aniq. Ular bilmasligi kerak bo'layotgan ishlarni. Bir o'yinchi bor axir. Butcher, o'shandan yordam so'rasam bo'ladi, lekin menga yordam berarmikan? Xo'sh, bilmadim. O'ylashimcha yordam berishi mumkin, faqatgina yaxshilab so'rash kerak. Tak. Butcher, bu men Jensbek. Eshikni och, iltimos. Men merni detektivimman. Eshik ochiq. Bu yerda narsalar turibdi. Juda hech balo yo'q. Chinursun. Xo'sh, tepa. Do'stlar, nima qilishni bilmay qoldim. Tak, merni xotini olib chiqish kerak. Balki u bilar, aniq biladi qayerda ekanini mer. Lekin qanaqasiga olib chiqishi mumkin? Mening qo'limda hech narsa yo'q. Do'stlar, menimcha boshqa ilojimiz yo'q. Politsiya chaqirishga to'g'ri keladi. Yoki yana bir bora urinib ko'rsamkina? Urinishdan nima foyda? Chunki axir hamma biladi. Crazy Jitel hammasini oldindan o'ylab qo'ygan va boshni qilmaganimiz ma'qul. Lekin bir tarafdan politsiya chaqirsamkina? Politsiya chaqirganim ma'qul. Tak, 9B. Xabar keldi, do'stlar. Tak, nima yozilgan? Politsiyaga qo'ng'iroq qilib ko'rma. Jinursun, qanaqasiga noma'lum raqamdan politsiyaga qo'ng'iroq qilma degan xabar keldi. Kim buni menga yozgan bo'lishi mumkin? Albatta Crazy, lekin qayerdan bilib qoldi? Nima qilmoqchi ekanimni Jinursun, do'stlar, axir bu uy meniki bo'lsa, meni uyimda kim meni nimalar qilmoqchiligimni bilish mumkin. Albatta bu yerga mikrofon qo'ygan odam. Hozir qidirib ko'ramiz. Qayerdadir shu yerda meni eshitib turgan mikrofon bo'lishi kerak. Qidiramiz, balki kravatdagidadir. Ko'rinmayapti. Pechka. Tak, Jinur. Buni ko'ryapsizlarmi? Tosh qandaydir nimadir chiqib turibdi. Meni o'tkir ko'zlarim aldamasligi aniq. Ana u do'stlar, mikrofon. Ana bo'ldi Crazy Jitel. Ana bo'ldi, endi qo'lga tushding. Buni qaranglar, naqli mikrofon qo'yib qo'ygan. Bu fake bulojnik bo'lsa kerak. Shuning uchun ham ichida bemalol mikrofon turibdi. O'yla nima qilishim mumkin? Boshqa qiladigan ishimiz qolmadi. Endi boramizda nima qilib bo'lsa ham chiqarib olishimiz yoki politsiyaga qo'ng'iroq qilishimiz kerak. Chinursun, nahotki mana shuning uchun ham men yutqazib kelgan ekanman-da. Chunki Crazy Jitel hammasini eshitib bilib yurgan. Xo'sh. Tak, qanaqasiga? Ochildimi? Avtomatik ochildimi? Jensbek, iltimos. Xabar keldi.
ochdim, yordam ber degan. Hoy, merni xotini. Ha, men ismim Valido. Tak, yo'q, yopilib qoldi. Jennerson endi nima qilamiz? Bilmadim. Yo'q, axir bu yerda privat bor, chiqa olmaymiz endi. Bu yerda nima uchun dinamit turibdi? Bilmasam. O'yla, qanday qilishimiz mumkin? Tak, bu yerlarni buzib bo'lmaydi, bu aniq. Nima uchun? Chunki privat qo'yib ketgan. Privat u nima degani? Xullas, maxsus bir maydonni bloklab qo'ysa bo'ladi. Bloklab qo'ysa, boshqa o'yinchilar qurgan narsalaringizni sindira olmasligi uchun shu serverlarda hammasida bor shunaqangi funksiya. Endi nima qilamiz? Endi bizni qamab qo'ydi bu yerga. Chiqa olmaymiz. Tushunursan? Hacha stop. Agarda hozir men privat ichida bo'lsam, demak blok qo'ya olaman. Xo'sh, qani? Qo'ya oldim. Xo'sh. Tak, agarda menda yana xuddi shunaqangi blok bo'lsa, bir bug bor. Ana shu bugni ishlatishimiz mumkin. Qanaqangi bug? Biz hozir xuddi shunaqangi blok tepada turibdi, lekin tepaga chiqa olarmikinman? Qo'ysam, buzishim mumkin bo'ladi. Qanaqasiga? Xullas, tushuntirish uzoq, lekin serverda bir ikkita buglar bor. Ana shu buglardan foydalangan holda bu yerdan chiqishimiz mumkin bo'ladi, ammo ishonchim komil emas, ishlarmikin va Crazy Jill bularni ham o'ylab qo'ymaganmikin. Mana blokni buza olmayman. Qani qo'yamiz va qani ket. Orqasidan sindira oldik. Qo'yil. Xo'sh, endi esa bu yerdan chiqishimiz kerak. Qayerdan bilasiz bunaqa narsalarni? Men axir detektiv bo'lsam, juda ham ko'p narsalarni bilaman. Tak, hozir bu yerni ochishimiz kerak, qanday qilib bo'lsa ham. Tak, yo'q, yotib bo'lsam, unchalik ham qulay emas. Qani hozir sindiraman. Omad. Sindi, davay, endi chiqishim mumkin. Menchi. Hozir o'ylab ko'ramiz. Oppa, tak, sekin chiqib olaman va bo'ldi. Politsiya chaqiring. Hozir politsiya chaqiraman. Faqat bu yerni ham yaxshiroq ochishimiz kerak. Tak, mana tak, bo'ldi, qo'yamiz va tepaga o'tiramiz. Yaxshi. Ochildi. Chiqa olmasam kerak-ku. Tak, nima qilishim mumkin? Chiqa olmaydi rostdan ham, chunki jitellar egilib bukilib bizdek animatsiyalar qila olishmaydi o'yinchilardek. Shuning uchun ham nima qilardik? Boshqa ilojimiz yo'q. Hozir politsiya chaqiramiz. Tak, do'stlar, faqatgina u yerda turgan dinamit meni ozgina qo'rqityapti. Xo'sh. Allo, politsiya ishladi. Men 13-qishloqdaman. Qishloqning burchagidagi 43-uyga keling. Nima bo'ldi? Bir muammo bor, juda ham muhim muammo. Iltimos. Xo'p, hozir odamga boramiz. Kutaman. Bo'ldi do'stlar, endi politsiya kelishini kutish qoldi. Xolos, ungacha esa bilmadim, yoniga tushim kelyapti. Juda ham bir shilqim qiz ekan. Gaplarni qarab, nimalarni bilasiz? Yomon ko'raman. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Dinamit. Tushunursan, o'yilib ketibdi-ku. Yo'q. Nahotki merni xotini o'ldi, bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilaman? Axir politsiya ham chaqirib qo'ygandi. Mana tuzoq nimada bo'lgan. Hozir politsiya kelgandan keyin bu yerlarni hammasini ko'rsa, axir bu yerga hozir bloklar ham qo'yib tashladim. Jennerson. Bo'ldi. Tak. Vahima qilmasligimiz kerak. Vahima qilmasdan qochamiz, do'stlar. Qochamiz. Bu yerdan shunchaki qochish kerak. Bo'ldi, ketdik. Yo'q, tak. Sekin. Bo'ldi. Qochamiz. Yaxshi. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Tak, Jinsbek, o'zingni qo'lga ol. Biror nima o'ylab topamiz. Sen axir eng zo'r detektivsan, eng zo'r shaxsiy, xususiy. Yollanma. Tak, hozir u yerga borishim kerak-da. U yerga borib hammasini yopib tashlashim kerak. Do'stlar, menda qurilish materiallari bor. U yerga boraman-da. Ana o'sha chuqurni yopib tashlayman. Shunda uyga kelgan politsiyachilar hech narsani topa olishmaydi. Axir ularga aytganim yo'q. Aynan orqa tarafda narsa bor deb. Men o'zim ularni kutib olib, hammasini aytib bermoqchi edim. Lekin mendan avval portlash bo'ldimi? Ular kelguncha, demak, bemalol hech narsa qilmashimiz mumkin. Shunchaki yopib tashlaymiz u yerni va bo'ldi. Shunda hech kim ko'ra olmaydi nima bo'layotganini. Mana bu boshqa gap. Jo'y do'stlar, qani endi hozir bu yerni yopishni boshlaymiz. Faqatgina ulgurishim kerak. Politsiya o'rtacha yarim soatda keladi bu qishloqqa. Demak, vaqtim yetarli. Agar shoshadigan bo'lsak, bemalol hammasiga ulguramiz do'stlar. Privat ham bu yerdan yo'qolgani aniq. Endi esa mana bu mebellarni olamiz. Tak, tagini ham hozir tosh bilan ko'mib tashlashimiz kerak tezda. Tak, qo'yib tashlaymiz hammasini. Yaxshi, faqatgina fakelni qo'yib yubormasam, Jennerson. Hozir aytib o'tirgandim, Tak, fakel bu yoqqa. Jennerson, bo'lmas yana. Olamiz va bo'ldi, ketdik do'stlar. Shunchaki asabiylashyapman, chunki Crazy Jill bularni hammasini shunday qildiki, agarda politsiya keladigan bo'lsa, hammasi meni bo'ynimda qoladi. Tak, yopamiz. Tezroq bo'lishimiz kerak do'stlar. Bir necha daqiqa qoldi vaqtimiz. Tak, hammasini yopamiz. Bo'ldi, deyarli bo'ldi. Ana shu joyni yopsak, shu bilan qutulamiz va hech kim hech narsani bilmaydi. Tasavvur qilyapsizlarmi? Birovni o'yin tagida shunday katta joy kovlab olib, o'z ishlarini qilib o'tirgan. Bo'ldi do'stlar, ketdik. Tak. Xo'sh, eshityapsizlarmi? Demak chaqirmagansiz, shundaymi? Yo'q, men politsiya chaqirganim yo'q. G'alati. Shu o'yinni manzilini aytishda g'alati ish bo'lyapti deb. Bilmadim, qanaqa g'alati ish bo'lishi mumkin. Wi-Fi yaxshi ishlamayapti. Tushunarli. Tak, do'stlar, shunday ozginadan suv olgandek qilamiz va bo'ldi do'stlar, politsiya ketdi.
Do'stlar, yelkamdan to'q ag'darilgandek bo'ldi. Biz qutulib qoldik. Endi politsiya bizdan shubha qilmaydi. Yaxshi, lekin albatta, tak.